Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kishi ota onasini so'kishi katta gunohlardandir dedilar. Sahobalar, ey Allohning rasuli, kishi o'z ota onasini ham so'kadimi deyishdi. U zot alayhissalom, ha, u bir kishining otasini so'kadi, unisi buning otasini so'kadi. U bir kishining onasini so'kadi, unisi buning onasini so'kadi dedilar. Imom Tirmiziy rivoyati. Tobiinlardan biri Muhammad ibn Munkadir rahmatullohi alayh har kuni onalarining oyoqlari ostida yotar va ey onajon, yuzimni oyoqlaringiz bilan bosib o'ting va mening yuzlarimni do'zaxdan qutqaring der edi. Ota-ona vafotlaridan keyin ham farzandlar zimmasida ba'zi burchlar qoladi. Bu haqda Abu Usayd roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisi muborakda shunday deyilgan: biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida edik. Banu Salama qabilasidan bir kishi kelib, ey Allohning rasuli, mening zimmamda ota-onam uchun dunyodan o'tib ketgan bo'lsalar nima yaxshilik bor deb so'radi. Ha, ularning haqlariga duo qilish, istig'for aytish, ahdlarini bajarish, ota-ona orqali qarindosh bo'lganlarga silay rahm qilish va do'stlarini hurmat qilish dedilar. Imom Abu Dovud rivoyati. Demak, ota-onalarimiz o'tib ketgan bo'lsa ham ularga yaxshilik qilaman degan farzandlar otalarini, do'stlarini, onalarini, dugonalarini ziyorat qilib, ularga qo'lidan kelganicha xayrot, yaxshiliklar qilish kerak. Ana o'shanda ota-onalarini xuddi tirikliklarida qanday xayrot, yaxshilik qilayotgan bo'lsalar, mana shu ajrga, mana shu mukofotga erishadilar. Lekin afsuslarki, xalqimizni ko'p qatlami bu yaxshi odatlarni unutib qo'yganlar. Aytilgan masalalardan Robbimiz manfaat bersin.